Qarashma quyğini, ko'ziga surma surtgani. Qarashi qaboq uyg'oni, gapirsa labini burg'ani. Qarashi qaboq uyg'oni, gapirsa labini burg'ani. Ey ana bo'lmasa, ey mana bo'lmasa. Ana bo'lmasa, ey mana bo'lmasa. Ey ana bo'lmasa, ey mana bo'lmasa. Ana bo'lmasa, ey mana bo'lmasa. Sochini mo'ylab taragan, iye ko'tarib qaragan. Sochini mo'ylab taragan, iye ko'tarib qaragan. Bizning otimiz so'rig'ini, oy shulu degan qilmisiz. Bizning otimiz so'rig'ini, oy shulu degan qilmisiz. Ey ana bo'lmasa, ey mana bo'lmasa. 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 Ana bo'lmasa. Ana bo'lmasa. Ana Judayam bo'lmasa, chiroyli. mana bo'lmasa. Juda ham chiroyli qo'shiq va raqs ijro etildi. Albatta. Va ushbu chiroyli raqsni bizga Termiz shahar madaniyat markazi qoshida tashkil etilgan Barchinoy bolalar raqqosa qizlari taqdim etishdi. Hamda ana bo'lmasa, mana bo'lmasa deb turgan bola bilan tanishib olamizmi? Shunaqa tanishamiz. Keling yonimizga. Marhamat, keling. Demak, qizlarimizni ustoziga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Erta tongdan kelib, mana shunday chiroyli raqsni bizni qadrli Assalomu muxlislarimizga alaykum. namoyish etdilar. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Keling. Bu yoqqa qarab olaylik, kamera xalq bu yoqda-da. Charchamadingizmi? Bizga nima kerak, Chaman? Bizga? Mikrofon. Bizga mikrofon kerak. Xo'sh, men o'zim olaman. Bormi? Mana mikrofon. Xo'p, ismingiz nima? Shohijahon. Shohjahon, mana Xo'sh. mikrofon. Bu nima, Shohjahon? Bu nima? Rubob. Rubob? Do'mbira. Men gitara deb o'ylabman buni. Ushlab turing-da telefonni. Rubob. Gitara emasmi? Rubob. Yo'q, gitara bu. Do'mbira emasmi? Do'mbira emasa? Hozirgi yoshlarda Bu nima? aldamaydi. Bu nima? Shlyapa? Shlyapa-ku. Do'ppimi? Oyoqdagichi? Oyoqdagi. Lekin Ertak. oyog'ingizdagi menga juda ham yoqdi, juda ham chiroyli. Xo'p. O'sha milliy an'analarimizni ko'rsatib Albatta, beryapti. Shohjahon necha yoshdasiz? 8. Ertaga necha yoshda bo'lasiz? Ertaga necha yoshda bo'lasiz? 9. Bir kunda Ertaga bitta, 9 yoshda. har kuni bitta yoshga qo'shilib ketaveradi yoshingiz. Qoyil, Demak, barakalla. Mana shunday ajoyib bizni yoshlarimiz, Xo'sh. kelajak avlodimiz. Hozir Aha. keling endi mehmonlarimizni taklif etaylik. Albatta, Shohjahonga bitta savol bergim kelyapti-da. boshchiligida Hamma zo'r javob beryapti-da. Nimaga keldingiz bu yerga? Qo'shiq aytish uchun. Ha. Kim bilan keldingiz? Kim bilan keldingiz? Kim bilan Bruzingiz, keldingiz? Bir o'zingiz keldingizmi? Bruzingizmi? Shuni Qo'rqmadingizmi? o'tirib keldingizmi? Shunday. Qayerdan kelyapsiz endi? Termizdan. Termizdanmi? Ha, Bruzga kelaveradi. Men o'ylabmanki, uzoqdan kelyaptilar deb. Demak, Shohjahon boshchiligida Xo'p. juda ham katta jamoa kelishgan Albatta. dasturimizga bugun musiqiy chiqishlarni namoyish etish uchun Qiziriq tumanidan. Albatta. Demak, biz Ravshan Shodmonovni taklif etamiz. U kishini o'zlari hozir bizga jamoani tanishtiradilar, chiqishlar bilan tanishtiradilar. Keling Shodmon aka. Bu Doim. Chaman. Assalomu alaykum. Familiya, ism familiya bo'la oladi. Shodmon davlat. Yo'q, bugun bizda chalg'ishlar ko'p emas, bugun bizda uyushtirishlar ko'p. Masalan, Adashtirib yubordimmi? Shodmon aka xush kelibsiz. Shodmon Xo'p, aka. endi bu do'mbirami, shunda rubobmi? Bu endi shogirdimiz ozgina Ya, ya, ya. hayajonlandi, albatta do'mbira. Xuddi shunday. Ha, menga o'xsharkanlar-da, qovun tushiradigan odatlari bor ekan. Xo'sh, shunday. Demak, Shohjahon bu nima ekan? Do'mbira, rubob emas ekan. Bering o'zlariga. Yo'q, hazillashdik. O'tib oling. Bolada Ustoz ayb yo'q, ustoziga. hamma ayb bizda. Chunki biz sahnalashtirib o'tiribmiz. Xo'sh, o'tirib olamiz, marhamat, Shodmon aka. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlarimiz albatta zo'r bo'ladi. Bois- Har biz ana Aha. shu sizlarda studiyalaringga tashrif buyurishimiz Turaversin. bu bizni Ushlab borligimizdan o'tiring. dalolat beradi. Demak, biz ham nimadir qilyapmiz bu mana shu jamiyatimiz uchun, bizning etnografiyamiz, qadriyat, urf-odatlarimiz uchun. Shuning uchun sizlarning qo'ng'iroqlaringizni kutib o'tiramiz. Yasha. Kel degandan chopa-chop kelamiz, Shodmon shosha-pisha. aka mana shunday g'ayratli, Rahmat. shijoatli insonlar. Jamoaning nomini bir tanishtirib yuboring. Jamoamizning nomi Qo'ng'irot
deb ataladi. Chunki bu jamoa 83-yil tashkil topgan. 1983-yil tashkil topgan. O'sha tashkil topganda men ham mana shu Shohijahon shogirdim qatori edim. Yoshim 13 yoshda edim. Shuning uchun avvalo men bu jamoaga ishtirokchi bo'lib qatnashdim. Keyin ishlab boshladim. Keyin badiiy rahbar bo'ldim. Bunday aytganda bu menga meros jamoa Qo'ng'irot o'sha bizda mana shu Surxondaryo viloyatimizning eng katta urug'laridan biri Qo'ng'irot urug'i. Biz o'sha urug'ning farzandlarimiz. Albatta, endi shuning uchun ham shunday nom bergansizlar, a? Shunday. Ajoyib. Mana Qo'ng'irot deganingizga Boysun elida 10 kun juda katta to'y bo'ldi-da. Aytardi-ku ertagilarda, "Xo'p, 40 kecha 40 kunduz to'y bo'pti" deb Boysunda 10 kecha 10 kunduz to'y bo'ldi-da. Va jamoa zo'r qatnashdi. Kuzatdik, ko'rdik, qo'rg'on gavjum, insonlar o'ynagan, mehmonlar maza qilib tomosha qilgan. Xo'sh, o'zingizning taassurotlaringizni aytsangiz. Albatta, men masalan o'zimdan kelib chiqsam, men hech qachon san'at bilan sportda o'rtamiyona bo'lmaydi. Yo zo'r bo'ladi, yoki u hech qanday e'tirofga loyiq bo'lmaydi-da. Shuning uchun men hamisha ijod deb yuradigan badiiy rahbarman, o'zim yaxshi ko'raman. Mana shu Boysun bahoriga men 5 ta yangi asarim bilan borganman. O'sha Boysun bahorida biz qatnashdik. Faqat yangi qo'shiqlarimiz, sahna ko'rinishlarimiz, mehnat qo'shiqlarimiz bo'ldi, marosim qo'shiqlarimiz bo'ldi. Yana meni o'sha nima deydi, o'sha bizni baholaydigan komissiyamiz menga alohida mana shu festivalning eng yaxshi folklor mavzusiga yondoshgan badiiy rahbar deb, endi bunday aytganda eng kuchli deydimi? Zo'r. Asay chalib qo'yamiz, haqiqatan ham arziysiz, haqiqatan. Bu mehnatlaringizni samarasi albatta. Bu shogirdimga kelsak, buni bilan men ishlab boshlaganimga bir 3 oylar bo'ldi. Bu shogirdim Shohijahon Termizdan. Bu meni nevaram bo'ladi. Ukamning o'g'li bo'ladi. Bu Qiziriqqa buni men olib keldiraman. Uyda hamma sharoitim bor. Biz uyda ishlab, buni bilan bu birinchi marta Boysun bahoriga qatnashdi. Boysun bahorida ham juda e'tirofga muxlislari ko'paydi buni. Hozir endi Xudo xolasa birinchi marta sizni studiyangizga kelib turibdi. Albatta. Chiqib berdi, kelajakda Xudo xolasa buni chechanlikka o'rgatamiz. Yo'q, chechan. Hozir uyalib turganlari yo'q, ko'rdingiz hozir javoblikni. Xato bo'lsa ham javob beryaptilar. Har holda mana harakat premyerasi bo'ldi, bunday aytganda. Hozirgi qo'shiq premyera. Ana bitta qo'shiq qildik bu bolaga, endi Xudo xolasa mana bu 35 yillikka mustaqilligimizga bunga juda ham bir yaxshi, yana kuchayib ketaveramiz. Albatta, endi Shodmon aka repertuarlarni birma-bir taqdim etishni boshlasak nima deysiz? Xo'p bo'ladi. Endi badiiy rahbar, doim badiiy rahbar. Biz bilan 3-boshlovchi bo'lib yordamlashib boraveramiz. Xo'p bo'ladi, xo'p. Xo'sh, endi hozir ayni damda kimni va qaysi mavzuda? Men jamoamni taklif qilaman. Hozir bizda bitta nima deydi? Qo'shilgan qo'shiqlarimiz o'sha aynan Qo'ng'irot qo'shig'idan boshlaymiz. Bizni kimligimizni, bu bizni tashrif qog'ozimiz, Qo'ng'irot qo'shig'imiz. Keyin o'sha marosimlarimiz bo'ladi. Irim-jirim degan yangi qo'shig'imiz bor. Xullas bugun faqat yangi qo'shiq, premyera Munavvar kunda. Demak, Munavvar kun qadrli muxlislari, ekranlardan uzoqlashmaysiz. Ajoyib chiqishlar sizlar uchun. Maza qilib, tomosha qilasiz, raqslarga tushasiz. Marhamat. Urg'u berib o'tishimiz kerak. Juma milliy qadriyatlar kuni. Marhamat. Marhamat. Osmon bo'yli Qishtavraga boy Qo'ng'irot, Qishtavraga boy Qo'ng'irot, Qishtavraga boy Qo'ng'irot, Qishtavraga boy Qo'ng'irot, 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 Qishtavraga boy Qo'ng'irot, 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 Qishtavraga boy Qo'ng'irot.
shartingga tuya so'ydirding men qadamdan tanga urding shartingga tuya so'ydirding Allohni jondan to'ydirding kel davraga il qo'ng'irot haybatlaring sel qo'ng'irot kel davraga il qo'ng'irot haybatlaring sel qo'ng'irot 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 tush davraga boy qo'ng'irot 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 tush davraga boy qo'ng'irot Oqlari tuzing chamon bo'ldi bosganizing chamon bo'ldi bosganizing tush davraga boy qo'ng'irot tush davraga boy qo'ng'irot 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 tush davraga boy qo'ng'irot 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 tush davraga boy qo'ng'irot Hasan nasan to'q narsa Las qilib qora tavani olib borsang Bolchig'ayam qo'l keladi bop narsa Ixlos qilib qora tavani olib borsang Bolchig'ayam qo'l keladi bop narsa Aram jam suv kisaga kam ko'p Aram jam suv qoshga kam ko'p Taray falçı hakem Dastga shifo berg'uvchidir oliy hakam Ko'p so'pingda yeshtiray falçı hakam Dastga shifo berg'uvchidir oliy hakam Aram jam suv kisaga kam ko'p Aram jam suv
qarang sermalar, boboga qarang jo'rg'alar, boboga qarang jo'rg'alar. Boshlanib ketdi termalar, boshlanib ketdi termalar. Bozi g'ana bozidan, og'zida chanqov izidan. Bozi g'ana bozidan, og'zida chanqov izidan. To'paklar taqqan qizidan, mast bo'lasan nozidan. To'paklar taqqan qizidan, mast bo'lasan nozidan. Yurtim aytayin to'yingda, osmon qatari bo'yingda. Yurtim aytayin to'yingda, osmon qatari bo'yingda. O'l desang seni deb o'laman ay, lekin bir marcha kit bo'laman. O'l desang seni deb o'laman ay, lekin bir marcha kit bo'laman. Hiyla oydin jo'lamaz ay, oy barchin yenam bo'lamaz ay. Hiylalar oydin jo'lamaz ay, oy barchin yenam bo'lamaz ay. Yurtim aytayin to'yingda, osmon qatari bo'yingda. Yurtim aytayin to'yingda, osmon qatari bo'yingda. O'l desang seni deb o'laman ay, lekin bir marcha kit bo'laman. O'l desang seni deb o'laman ay, lekin bir marcha kit bo'laman. Hiyla oydin jo'lamaz ay, oy barchin yenam bo'lamaz ay. Hiylalar oydin jo'lamaz ay, oy barchin yenam bo'lamaz ay. To'g'ri teldan o'zimiz martal qomishning qizimiz. To'g'ri teldan o'zimiz martal qomishning qizimiz. Qo'ng'irating uli qizi, Aylanayin, ornamiz yorug' juzi. o'rgalayin, Qo'ng'irating uli qizi, aylanayin, ornamiz yorug' juzi. o'rgalayin. Bobolarning akasida aylanayin, bobolarning akasida aylanayin. Halolqa bergan qizi o'rgalayin, halolqa bergan qizi o'rgalayin. Hiyla oydin jo'lamaz ay, oy barchin yenam bo'lamaz ay. Hiylalar oydin jo'lamaz ay, oy barchin yenam bo'lamaz ay. To'g'ri teldan o'zimiz martal qomishning qizimiz. To'g'ri teldan o'zimiz martal qomishning qizimiz. Martal qomishning qizimiz. Martal qomishning qizimiz. Judayam zo'r, judayam zo'r. Kayfiyatlar Endi ana irim sirimlardan-da mana shu qizimizga ham boy kirna kirdi shekilli. Sizga chama aniq kirna kirdida. jim bo'lib qolganimga aytyapsiz. Yo'q, jim bo'lib qolganingizga emas, shu havas bilan qarab turganingizga aytyapman. Xo'sh. Juda ham chiroyli chiqishlar bo'ldi. Qo'shiqlarning o'sha so'zlari ham e'tiborimni juda tortdi. Shodmon aka, endi bu yangi qo'shiqlar a? Ha, yangi qo'shiq. Endi bizning vazifamiz o'zi aslida Qo'ng'irotning, mana shu millatimizning bir har bitta urf-odatiga, irim-sirim degani o'zi bor narsa ham, yo'q narsa ham. Nima deydi? Ha, Ixlos kimdir qilsang ishonadi, xassan degan-ku. Shunday, bu mifologiya haqiqatan. Ha, shuning uchun biz buni Qo'shiq orqali qo'shiq orqali yoritdik. Hali ozgina nima deydi? Biz hali yana buni boyitamiz. Bizda Hazar-Span tutatishlar bor edi. Bu yerda qilolmadik uni. Rekvizitlarimizda ishlatolmadik. Agarda shunaqa sira tutadigan bo'lsak, hozir bizga signalizatsiya chalinib ketadi va hammamiz binoni tark etamiz. shunaqa, chunki juda ham katta texnika bor bu yerda. Albatta, u sharoitni ham qilishga harakat qilamiz, to'g'rimi, Farhod aka? Uning uchun tashqarida o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi, bemalol. Xo'p, juda ham zo'r repertuar, gap bo'lishi mumkin emas. Jamoa bir yoqdan bosh chiqarib, uni juda ham chiroyli tarzda ko'rsatib berishdi. Birdamlik, bir-birlaringizni qanchalik tushunishingiz shunday bilinib turibdi-da, sahnada ham. Liboslar bir-biridan ajoyib. Har bitta o'sha ishtirokchi o'zini rolini ijro etishni biladi va mahorat bilan namoyish etib beryapti-da. Albatta. Demak, yana ijrolarimiz bor. Bor. Marhamat tomosha qilsak, chunki Endi hozir mehnat qo'shiqlariga aytamiz, ijro etamiz. Kosib degan qo'shiq. Kosib. Kosib.
Mana kosibimiz bor, narsalar olib kelib olamiz. Albatta, albatta. Kosibimizni qarang-da, yoshlari nechida? Yoshlari 73 tami, 74. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasimizlar bilan hali suhbatlashamiz saldan keyin. Marhamat. Bemalol sahna sizlar. Jomon ko'zdan dunyo bezor, otang bozor, enang bozor. Jomon ko'zdan dunyo bezor, otang bozor, enang bozor. Bozorga bor, baxtingni ko'r, dallol bo'lib, shaxtingni ko'r. Bozorga bor, baxtingni ko'r, dallol bo'lib, shaxtingni ko'r. Sara ulton takakema, qora ulton takake. Sara ulton takakema, qora ulton takake. O'ng oyog'im poyma poy, chap oyog'im xoyna xoy. O'ng oyog'im poyma poy, chap oyog'im xoyna xoy. Jamoqchimi yo kosibey, ishingga bo'l munosib. Jamoqchimi yo kosibey, ishingga bo'l munosib. Baxshi akam yaxshimikan, yaxshi akam baxshimikan, baxshi akam yaxshimikan, yaxshi akam baxshimikan. Kavushimni nima qilding hoy kosib? Chirtiq jamoq tovollari loy kosib. Kavushimni nima qilding hoy kosib? Chirtiq jamoq tovollari loy kosib. Halol ishlasangchi boy kosib. Ana shunda pichoq qanang moy kosib. Baxshi akam to'g'ri ekan, kosib qurg'ur egri ekan. Baxshi akam to'g'ri ekan, kosib qurg'ur egri ekan. Jo'rg'alashi olang bulang, qolib ketdik oyoq jalang. Jo'rg'alashi olang bulang, qolib ketdik oyoq jalang. Bozor o'char o'zbeklarning qadasidir. Keng dunyoga jon sag'ani sadosidir. Bozor o'char o'zbeklarning qadasidir. Keng dunyoga jon sag'ani sadosidir. Jurtuma o'yin kulgi jarashadi. Havas qilgan qora ko'zlar qamashadi. Jurtuma o'yin kulgi jarashadi. Havas qilgan qora ko'zlar qamashadi. Baxshi akam to'g'ri ekan, kosib qurg'ur egri ekan. Baxshi akam to'g'ri ekan, kosib qurg'ur egri ekan. Jo'rg'alashi olang bulang, qolib ketdik oyoq jalang. Jo'rg'alashi olang bulang, qolib ketdik oyoq jalang. Qolib ketdik oyoq jalang. Qolib ketdik oyoq jalang. Ofarin. Zo'r, Rahmat. Qarang, mana kosibchilikni hozir qanaqa kasb ekanligi qo'shiq orqali menimcha Shodmon aka namoyish etib berildi. Shunday. Tuflingiz to'g'rimi, sozmi? Birdaniga sozlatib Sozlab oladikda. Xo'p, mikrofon olib kelasiz chama. Xo'sh, albatta. Tanishib olamiz hozir otaxon bilan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'z tegmasin. Surxondaryoni o'sha juda go'zal havosi insonga tetiklik beradi-da. Xo'sh, tanishib olamiz, marhamat. Kiring bir turib olsak-chi. Turib olaylik, bemalolroq bo'lamiz, a? Ha, yonimizga keling. Do'st bo'lsak yonimga kel deyshadi. Rahmat. Xo'sh, ism sharifingiz? Ismim Xolmemli Yusuf bobo. Bobo. Necha yoshdasiz? 70 ta. 70 ta. Qaysi mahalladansiz? Qorasuv mahallasi Qorasuv. Qorasuv mahallasidagilar yozib Boboni qo'yamiz taniydiganlar, marhamat. Jamoaga qachon qo'shildingiz? Jamoaga men eser davrdan bir bor pashto. Bunday kunlarimiz yo'q edi-yu. Boshqa ballar Qo'ng'irotda mana Shodmon bilan tashkil topgandan buyon aralashib nima qilib yuramiz. Albatta, albatta. Chunki biz o'zi boysindik.
Boysinglar ham nima qilib, bizda ham Qiziriqda boysing borligini bilsin-da. Ha. Olib boraveramiz. Boysunliklarga ham salom. Boysinglarga ham salom, ha. Albatta. Ularga salom. Bu pirlar shunday. To'g'ri nima qilib bersangiz, to'g'ri keladi ishingiz. Va kosib egri desa, egrilik qilmaymiz. Endi qo'shig'imiz shunday. Ham kosiblik ham qilasizmi? Kosib ustaxonam bor. Kosiblikda. Kosib ustaxonam bor. Qo'shni yaralish qanday bo'ldi? Shodmon aka qisqagina ayting. Qarang, biz o'sha haqiqiy mehnatni maqsadimiz shuki, bitta masalan hozir un mahsuloti sotib olmoqchisiz, hech kim uni qiziqtirmaydi. U qayerda ekilgan, qaysi tegirmondan tortilgan, To'g'ri. boshqa. Farqi muhim. Ha, lekin biz har bitta masalan yog'larni ham eskida juvozlar orqali bo'lgan bu kosibchilik bizni masalan hozir biz uncha-muncha o'sha poyabzallarga hech ko'nmaymiz, yoshlarimiz ham bu qayerdiki deb. Biz ko'rsatmoqchimizki, bizda bolalarimiz, bizda ota-bobomiz mana shundan kelgan, mana shu To'g'ri. oyog'idagi mo'kki dedingiz-ku, bu masalan qadimiy bog'larimiz choriq, mo'kki o'sha poyabzal. Qadriga yetgan Yetgan. Bu o'sha kishining o'zi hunari asli kosibchi. Bu kishini ustaxonalari bor, bu kishi kavush tikadi, masjid tikadi, shuni yoritmoqchi bo'ldi. Endi Yusuf bobo keyingi juma kunda haqiqiy mehmonisiz. Endi bu jelaklarni yechib, kosib bo'lib kelasiz. Nasib bo'lsa. Siz bizga kosiblik hunari haqida gapirib berasiz-a, Chaman? Shunaqa, bugun Usta o'lmay hunarmandlarimiz, kelayotgan chunki kasblarimiz. kosiblik bu avloddan avlodga o'tib kelayotgan bizning milliy hunarimiz va hech qachon yo'qolmaydi. Agar mana Termiz shahrini hozir birdan kosiblar xayoliga keltirdimda, o'sha bozorlar oldida, o'sha aholi gavjum bo'lgan joylarda bir kosib bir kunda o'rtacha 500-600 ming daromad topami yo'qmi? Bozorda ishlasa bo'ladi. Topadi. 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 Yaxshi. Bo'ladi. Xo'p, demak Shundan biz kun mana- o'tadi, to'y qiladi. Ha. Hammasi Mana shunday yuqori kayfiyatda Munavvar kun musiqiy dam olish dasturini davom ettiramiz. Albatta biz millari- hozir o'sha tilaklarni olsak va xayrlashib olsak, jamoa so'nggi repertuarni ham biz tomosha qilamiz birgalikda. Afsuski vaqt biz uchun Rahmat. tejalgan. Rahmat Yusuf bobo. Xo'sh, Shodmon aka, marhamat. Jamoa nomidan yurtdoshlarimiz tomosha qilib turishdi. Nomidan men avvalam sizlarga rahmat deymiz. Agar sizlar bo'lmasalaring, biz bu yurakdagi bu nimamizni qayerga ko'rsatamiz? Shuning uchun sizlarga rahmat. Bizni shu kamtarona talantimizni inobatga olib chaqirganlaring uchun avvalo rahmat. Xush kelibsiz. Sizga ham rahmat. Jamoamga ham minnatdorchiligimni bildiraman. Xuddi shunday. Bular har qanday vaziyatda shay turishadi. Endi hozirgi oxirgi qo'shig'imiz Aha. qo'shxonang degan qo'shig'imiz bor. Bu eskicha vatanni qo'shxona deyilgan. Xuddi shunday. Qo'shxonangdan aylanay sarvi bo'yingdan, bugun to'yingdan, butun dunyo ziyorat qilar seni bugun boshqonangdan degan Sardor shogirdimiz ijro Buni ham etdi. bering menga. Aha. Demak, qadrli teletomoshabinlar, ayni damda sizlar bilan xayrlashamiz. Doim kuningiz munavvar bo'lsin. Milliyligimizga ko'z tegmasin. O'zbek xalqi borki, uning urf-odatlari, qadriyatlari, marosimlari bor. O'zbek xalqi shu jihatlar bilan balki o'zini dunyoda o'sha xalqparvarligini, o'sha bunyodkor xalq ekanligini, asosiysi yaxshiliklarni sevuvchi millat ekanligini ko'z-ko'z qilayotgandir. Xuddi shunday 15-may xalqaro oila kuni barchangizga muborak bo'lsin. Oilalar mustahkam bo'lsin, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bugungi Munavvar kun musiqiy dam olish dasturi uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Bizdan uzoqlashmang, hali chiqishlarimiz oldinda. Ko'rishguncha xayr, salomat Omon bo'ling. bo'ling. Marhamat. Polvonlar eli alpomiz suygan, oybarchin kulgan, yana jurtim qo'shqanangdan, 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 oylanayinda sarvi bo'yingdan, bugun to'yingdan, aziz yoshingdan, yoshqanangdan, 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 oylanayinda sarvi bo'yingdan, bugun to'yingdan, aziz yoshingdan, yoshqanangdan, 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 butun dunyo ziyorat qilar bugun sening boshqanangdan,
boshqanangdan 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 ming yillar ilgari shu diyorni qurdirgan Temur babam qancha yolg'a zo'rlig'ini bildirgan Oylanayında sargı boyundan bugün toyundan aziz yoshimdan yoshxonamdan 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 bütün dünya ziyorat qilar bugün sening boshxonamdan 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 farzandlarim doğrug'ingni yer yuziga taratgan qancha shoir baxshilaring kuy qo'shiqlari jaratgan farzandlaring doğrug'ingni yer yuziga taratgan qancha shoir baxshilaring kuy qo'shiqlari jaratgan aylanayında sargı bo'yingdan bugün to'yingdan aziz yoshimdan yoshxonamdan 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 bütün dünya ziyorat qilar bugün sening boshqanangdan boshqanangdan